alaykum hammaga. Yangi O'zbekistonda KIS 220 Puma traktori maksimal ot kuchi 240 tagacha olib borar ekan. Juda ham katta traktor. O'zini og'irligi 9 tonna, yana 6,5 tonnagacha naveska ham ko'tarar ekan. 480 mi 490 litrli salyarka baki ichi samolyotda o'rtoqlar, buni qaranglar. Mana bu yerni ko'rasizlarmi? Qanaqa zo'r qilingan, bu tomonlarni qaranglar. Roli pastga, balandga hammasi bo'ladi. Bu yerda har xil knopkalar, magnitofon, hamma narsalari bor. O'zini kolonkalari. Bu yerda shtorkasi ham bor ekan, qaranglar. Rosa katta traktor, zavod qilganda. Buni qaranglar qanaqa. Mana bu gazi samolyotga o'xshab. Ko'ryapsizmi? O'chib yonadi, roli. Rosa mягкий, даже bilmayman nima bilan solishtirishdi buni, rolini. O'rtoqlar, nima deysizlar traktorga? Xohlasalaringiz narxi tayyor. O'zbekistonda kelib sotib olsangiz bo'ladi. 1 milliard 970 million so'mdan. Orqada kattaroqlar turibdi, ular 3 milliard so'mdan.